video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Mening sayyoram xavf ostida. Biz zudlik bilan pekenyalarni ko'paytirishimiz lozim. Pechenya ota, o'zi kim bilan jang qilyapmiz? Biz pechlarga qarshi jang qilamiz. Ular bu planetadan barchani yo'q qilmoqchi. Xullas zudlik bilan ishga kirishgan la'nati zobit. Men bilan janob, men barchani oyoqqa turg'izaman. Ko'rdingmi onasi, bu bola juda bizga o'xshamayapti. Nima qilamiz endi? Menga pechenya va sut qorishmasidan qiladigan uylar juda ham yoqadi. Hey, tezroq chiqib o'tgan. Seni urushga olib ketamiz. Tez chiq, yur, orqamdan yur. Seni pechenya ota chaqiryapti. Tezroq yur. Men urushga ham boramanmi? Ilojimiz qaytib kelman. Hamma har xil. Nima men bularga o'xshamayman, bilmayman. Qo'rqayapman yoki mendan boshqa qo'rqayotgan odamlar ham bormi-ki-na? Nima qilamiz endi? Bular nodasi dema bo'lmaydi-ku. Qanday qilaman endi men? O'tinglar. Hey, mening bolalarim, agar men o'ladigan bo'lsam, vasiyatni pechenya bolaga qoldiraman. Sizlarga men ishonaman. Agar men o'ladigan bo'lsam, shunday qilinglarki, ana u yana masalan o'lib ketsin. O'tgan safar biz ularning ustidan g'alaba qozongandik. Yana ular bizga bostirib kelmoqda. Iltimos, meni qo'riqlanglar. Hammalaringga tegishli bu gap. Nima qilyapsan bu yerda? Hozir bag'ri shartmasida. Parkur. Qanday parkurda o'taman men? Tezroq o'tamiz men. Endi, hop. Gapirmasa tez o't. Hozir ketyapman. Voy, biz 5 blokga qanday gap berem yoki singlim? Voy. Voy, ana o'tdim. Bir kela pechenya bo'la. Senga yaxshi, chotki. Bizga ham kerakli resurslar va kerak bo'ladi. Endi yaramas pechlardan qasdimni olaman men. Agar kimdir o'ladigan bo'lsa. Hop, men seni oilangni o'ldirib qo'ydim. Mayli, endi men seni boqib olaman. Ketdik. Men senga ism topdim. Sening isming bugundan boshlab Durdiqul bo'ladi. Durdiqul qilaysan. Hozir sen bir blokda nima qila olasan, oy? Pechenya bo'la. Men uni qila olaman. Bir bo'lak bo'lsa bir bo'lakda. Mana hali 5 sekund bo'lgani yo'q. Mana uyda qolib bitirdim. Молодец pechenya bo'la, yaxshi ish qilding, lekin hozir pechenya o'tan chaqiraman men botga. Yaxshi bo'lardi lekin. Bo'pti, hozir. Men bitta narsa qila olmaysan, har xil narsa qurganimga qoyilay. Bir kilo pechenya bo'la, senga juda ham katta omad tilayman. Yaxshi, zo'r. Yaxshi ketyapsan. Sening yordaming kerak bo'ladi. Meni lol qoldirding pechenya bo'la. Rahmat pechenya ota. Men qayerga ketyapman? Men xonam bo'lsa kelayman. Nima? Kallasi ishlamaydigan pechenya xonasi? Meni kallam ishlaydi-ku. Yur, qol, tezroq kel. Juda ham charchadingmi sen ham? Sen kimsan bu yerda? Menmi? Men Barsikman. Bu yerda Barsik deganni o'sha qayerdan kelding? Men bir boshqa joydan keldim. Men jazam bir g'alati odam ekansan-ku. Hamma qayerga ketyapti? Men ham shularga qo'shilib olamanmi deyman. La'natlar, sizlar ko'rsanlar ey. Qayerga ketyapsan? To'g'ri yur. Och biqinga sol, yaxshilab. Qorniga sol meni kallasiga. Hozir men ma'nolarni qilib, hozir sizlarga sovg'a qilib yuboraman. Mana bosing. Nima bo'lyapti menga? Voy. Juda yaxshi qildim. Mutlar men nima qilyapman? Bular birinchida yurishkidagan nima hamma meni birinchi qo'ymagin. Biqiniga solma, och biqiniga, mana shu men qorniga sol kallasiga. Ketdim. Voy, yaramaslar meni qo'layapti. Iltimos menga tegmanglar. Seni o'ldirib taylaymiz, jalat pechenya. Yo'qol.
Lanet piçler. Özümde lanet vardı mı? Oy hammasi menga. Kelyapti ku nima qilaman endi? Hatta Barsi ham yuruvdi-yu, hozir men bularga atimli bombani otaman. Hop. Dadam, totki. Menda shunday. Hozir nima qilamiz? To'la tinti bor. Dinamin desay ham bo'laveradi. Lanatlar, yaramas pichlar. Hali meni oilamni ham o'ldirdimi? Men bularni o'ldirib deylayman hozir. Juda ham chiroyli narsa bo'ldi. Baqirib bo'lganligini yaxshi bo'ldi. Endi qarab turinglar, sutga bo'ktirib o'ldiraman men bularni. Juda ham cho'tki ish qildimmi? To'g'rimi? Bu sutni ichida odamlar o'lib ketishi mumkin. Chunki bular issiq. Sut esa sovuq. Ya ana meni oilamni o'ldiryaptimi? Ya akamni o'ldiryapti. Sizlarni hozir urib o'ldiraman. Yaramaslar pechkan ichida yonib o'l. Ya akamni o'ldiryapti, kallasidan kakaman. Oh, o'ldi. Tezroq borishim kerak. Ne? Yonib ketdi-ku, yonib kulib olibdi. Hali men bulardan qasos olaman. Ya, aslida. Ey, Barsi, qandaysan? Yaxshi, nima qilyapsan sen? Anatga boraylik, o'zing ko'rsatding hozir. Senga pechenye yotan narsa berish kerak edi. Ha, berdi. Samolyotmi? Ha, samolyot. Hozir uchiraman, qarab tur. O'ynan yondan qutularni atib pechenye. Qo'yach bitin. Bo'ldi, anchayman. Mana bo'ldi. Pechenye, bizda mehmonlar bor. Ya, mehmon keladimi? Yo'q, ana la'natlar. Orqamizdan quvalayapti. Hozir qarab tur. Men ularga narsa ko'rsataman. Nima ko'rsatasan, ey? Oddiy narsani, nima bo'lardi yana? Yaramaslar. Voy. Ko'rdingmi men nima qildim? Ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Bo'ldi. Baqirmay qo'yaver. Ishingda zo'ri yo'q. Hozir qarab tur. Men ham juda ham chiroyli narsa qilaman, qarab tur. Jum balatda. Hop, ana hop. Bo'ldi ana. Hozir mana uyligi pastga tushdi. Pastga tush kerak. Menimcha ularni yo'q qildim. Yo'q qilibman. Voy, bu yoqqa kel. Hozir men uni o'ldirib deylayman. Iltimos meni o'ldirmang. O'liblar ket. Menga qisilib bo'lmashaydi. Yonib ketyapti. Shunga endi biz pechenye bo'lamiz. Ya, nima kelyapti? Qo'y, olapaloq. Bizda katta muammo bor. Bizda mana pechenye bola bizga juda ham katta xavf tug'diryapti. Qanaqa xavf? Qanday xavf shunaqa. Tezroq yo'q qilib deylar uni. Men 3 odamni o'ldirdim. Endi chiroqlichani o'ldiramiz. Bu ishni qilish juda ham qiyin. Pechenye o'laylik, juda ham qornim ochib ketdi. Nima qilamiz endi buni? Ko'paytirishimiz kerak. Olapaloq, olamizning shohi. Tasanno bo'lsa, tasanno. Bo'ldi, Tronina. Bizda yana muammo, yana ana pechenye bola. Ey, tezroq men taqimdan beradi. O'zim xonamga olib borgin, tushundingmi? Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Menga ana kim edi? Pechenye bolani olib kelinglar. Yugur, ko'zing go'lay turavermay. Yugur dedim. Bo'ldi, men hozir yo'lda hojatga kirib chiqaman-da, bo'pti. Ketdim. Bu tezroq olib kel. Bularni kutmasa bo'lmaydi. Ya, siz kimsiz? Men sen buvingman. Yana chiroqlichamiz chaqiryapti. Tezroq yo'qolmasdan. Pechenyelar otasi chaqiryapti. Pechenyelar otasi. Yugur, yo'qol tezroq. Pechenyelar otasi yur, Barsi, tezroq boraylik. Eshikni och, men kelyapman. Tanbar yo'qol bizdan. Tezroq kirib olamiz. Sen meni orqamda yur, tezroq yur.
Hozir yuraman-ku. Nima qilay endi? Qanday? Eshitni yop. Avtobusda tug'ilganmisan ey. Hozir o'zim yopmayman. Oy, pechene bola, bu yoqqa kel. Xo'sh. Sen bizning agar nasihatim yonimga kelganman-ki, hozir kelaman. Tezroq kel dedim. Sen hozir bir o'zgaradim. Men o'ladigan bo'lsam shu dog'ni sen egallashing kerak, pechene bola. Sen bu parvardigor bo'lasan, tushundingmi? Aha, tushundim. Pechene. Xo'sh. Kuchdan maylimi? Ha, kiraver. Bizda yana katta muammo bor. Ana u pechene bola, u pechene bolani biz yo'q qilishimiz kerak o'zi. Hozir portlatib tashlayman. Qanishi Dimashq ko'kmidi? Menimcha shu ko'k. Hoy, pechene yotib ovozingizni o'zgartiravermang. Pechene bola, iltimos, beni sen egallab, menga yordam ber. Ya, pechene yota. Pechene yota. Hayır. Ya, pechene yota. Ya, hassas olaman. Ben odam qoldim endi. Zuqur bilan barcha qaytdi ekan. Barchaga ahvolingiz yaxshimi? Qayerda yaxshi bo'ladi? Hamma joy portlab ketdi. Hoy, yig'layapsanmi? Yig'layapman. Senga nima bo'ldi, Zuqul? Seni ham ahvoling juda ham yomon, to'g'rimi? Siz yur endi. To'g'ri, pechenelarni qidirishimiz kerak. Meni katta bo'lib ham oldim. Endi bas qani, kiyimimni o'qib ketdi. Bitta tushib olamiz. O'zi kimdir qoldimikin? Hoy, pechenelar, kim bor? Pechenelar. Ey, Durduqul. Barsak seni ovozing jal boshqacharoq emasmidi? Shunaqa hozir nima bo'lib turgan ovoz qanday boshqaga almashib qoladi. Ya, ana bu pechene. Ey, pechene. Eshikni och. Biz o'zimizdamiz. Endi bizda chiroqlicha yo'q. Nima? Chiroqlicha deysanmi? Pechene yotami? Ha, pechene yota endi o'ldi. Nima o'ldi? Cho'chqa nima qilyapsizlar bilan? Bunga tegma. Tegma menga. Meni Durduqulim. Durduqul. Salom ber. Salom ber, juda ham chiroyli ekan, ha? Endi men parvardigorman. Minecraftdagi parvardigor. Endi hammalaring menga ta'zim qilasizlar. Hayır.